Har bir insonning hayoti bu o'zgarishlar va tanlovlar silsilasidir. Ammo ba'zi tanlovlar, ayniqsa nikoh kabi muhim qarorlar inson hayotiga katta ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bugun biz o'smirlik va yoshlik davrida o'tkazilgan nikohlar, shuningdek qarindoshlar orasida nikohlar va ularning salbiy oqibatlari haqida gaplashamiz. Erta nikohlar yosh odamlar orasida hamon dolzarb muammo bo'lib turibdi. O'smirlik davrida turmush qurish nafaqat ma'naviy, balki jismoniy va ruhiy salomatlikka ham jiddiy zarar yetkazadi. O'smirlar jismoniy va hissiy jihatdan hali to'liq shakllanmagan bo'lishadi. Bu esa er-xotin o'rtasidagi munosabatlarga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Erta nikohlar ko'pincha psixologik yoki moliyaviy muammolar va sog'liq muammolarini keltirib chiqaradi. Organizmi yaxshi yetilmagan qizlarda, ikkilamchi jinsiy belgilar rivojlanmagan qizlar turmushga berilgan holatlarda turli xil o'zgarishlar, ya'ni hayz siklining buzilishi, bepushtlik yoki bo'lmasam homilador bo'lish davrining kechikishi kuzatilishi mumkin. Bundan tashqari, homilador bo'ldi ham deylik qizlarimizda, ularda homiladorlik davri og'ir o'tishi, qon bosimi yuqori darajada ko'tarilishi, og'ir toksikoz kabi holatlar kuzatilishi mumkin. Yetilib ulgurmagan qizlarimiz tug'ruq paytida qiynalishi mumkin, sababi ularda tor chanoq sindromi, ya'ni chanoq suyaklarining yaxshi rivojlanmaganligi kuzatiladi. Shu sababli tug'ruq kesir kesish amaliyoti orqali amalga oshirilishi mumkin. Butun dunyoda erta turmushga berish rivojlanishi oqibatida onalar o'limi sonining ortishi kuzatilishi mumkin. Qarindoshlar orasidagi nikohlar ham o'ziga xos xavf va oqibatlarga olib kelishi mumkin. Bu turdagi nikohlar genetik kasalliklar, farzandlar uchun sog'liq muammolari va genetik farqliliklarning kamayishi kabi jiddiy oqibatlarga olib keladi. Qarindoshlar orasidagi nikohlar biologik jihatdan o'zaro aloqalar va genetik xususiyatlarning birlashishi natijasida farzandlarda sog'liq bilan bog'liq muammolarni kuchaytirishi mumkin. Ularning immuniy tizimi, genetik xususiyatlari va rivojlanishi katta xavf ostida bo'lishi mumkin. Shu bois biz yoshlarni to'g'ri ma'lumotlar bilan ta'minlashimiz, o'smirlarning o'z kelajagini qay darajada aniqlashlariga yordam berishimiz kerak. Erta nikohlar va qarindoshlar orasidagi nikohlarning salbiy oqibatlarini tushunish, o'z hayotini yaxshilash uchun qadam tashlashda yordam beradi. Bitta umumiy ajdodga ega bo'lgan yoshlar o'rtasida qurilgan nikoh qarindoshlar o'rtasidagi nikoh yoki qondosh nikoh deb ataladi. Qarindoshlar o'rtasidagi nikoh nimasi bilan xavfli? Bu savolga javob berish uchun genetika murojaat qilishimiz kerak bo'ladi. Har bir inson o'zida zararli genlarni tashiydi. Agarda bu genlar bir taraflama bo'lsa, bu genlarning zarari kam. Agarda bu genlar ikki taraflama bo'ladigan bo'lsa, genlar uchrashishi oqibatida tug'ilajak farzandlarda turli xil irsiy kasalliklar kelib chiqishi mumkin. Barcha insonlar xursand va sog'lom bo'lishi uchun to'g'ri qarorlar qabul qilish, oilaviy munosabatlarda hurmat va mas'uliyatni saqlash zarur. Yoshlarga o'z salomatligini qadrlashni, to'g'ri va mas'uliyatli munosabatlarni o'rnatish kelajakda o'zgarish yaratishga yordam beradi.